Assalomu alaykum doktor. Hozirgi kunda keng tarqalgan lor kasalliklari haqida qisqacha ma'lumot bering. Alaykum assalom. Hozirgi kunda lor kasalliklari, ya'ni mavsum o'zgarishi natijasida gripp kasalligi ko'p tarqalmoqda va gripp kasalligini vaqtida davolamaslik, asoratlari oldini olmaslik natijasida, ya'ni burun va burun yondosh bo'shliqlari halqum kasalliklariga sabab bo'lib ko'rinyapti. Bunga infeksiyani kirish darvozasi og'iz burun hisoblanadi va infeksiya og'iz burunni yallig'lantirib, bu yerda ikkilamchi infeksiya keltirib chiqarish xavfi juda ortyapti. Mana burun va burun yondosh bo'shliqlari. Infeksiyani vaqtida, o'sha virusli infeksiyani vaqtida davolamaslik natijasida burun va burun yondosh bo'shliqlariga asorat rivojlanyapti. Ya'ni yiringli gaymarit, yiringli frontit, umumiy burun yondosh bo'shliqlari pansinusiti kabi kasalliklar kuzatilyapti. Buni oldini olish uchun esa bizga murojaat qiling Neomed klinikasiga va asoratlarni oldini oling.